Mahliyo Asqaraliyeva to'yi kuni muhim imtihondan o'tdi. Aktrisa Mahliyo Asqaraliyevaning to'yi 18-yanvar kuni bo'lib o'tdi. Aynan shu kuni Zulfiya nomidagi davlat mukofoti uchun tanlovning respublika bosqichida ishtirok etishi ham unga to'g'ri kelmadi. Bu esa tabiiyki aktrisa uchun oson kechmadi. Aktrisaning aytishicha, ancha yillardan beri Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga intiqlik kelayotgan edi. Biroq bu jarayon aynan to'yim kuniga to'g'ri keldi deb hech ham kutmagandim. Shunga qaramay o'zimni baxtli his qilyapman. Hammasi yaxshilikka, albatta hayajon bor. To'y katta hayotga qadam, baxt har ikkala tomondan ham juda katta hayajon. Bu mukofotni qo'lga kiritsam ham, kiritmasam ham, ushbu kun men uchun baribir unutilmas bo'lib qoladi. Chunki to'yim kuni Zulfiya nomidagi davlat mukofoti imtihoni bilan birga esda qoladi.